Bugun men O'zbekistondagi eng qiyin ishda, men bo'lsa eng osonida ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasa, ket. Men o'zimni qiynab shu suvda mardikorlik qilib ko'rgani chiqqan edim. Men bo'lsa eng oson ish qidirdim. Bunda o'ylab qarasam oson ishni o'zi yo'q. O'zimni qiynamasdan, og'ir mehnat qilmasdan, даже ko'chaga chiqmasdan qiladigan ish topdim va tradingga o'zimni sinab ko'rdim. Ishqib mana beklar ikki bo'lib nimalar ish qilish kerakligini gaplashib, sekin narvondan pastga ham tushib oldim. Men pastdagi yog'ochlarni, temirlarni, armaturalarni yig'ishtirdim. Kun sovug'ligidan даже qo'lqoplarim ham qotib qolgan edi. Boshlanishiga broker bilan gaplashib, o'zimga bitta shot ochdim. Depozitimga $30 tashladim. O'zimcha traderni yoqib, birinchi сделкамni o'zida -$12 oqizib yubordim. Shunaqa bo'ladi-da, tajriba bo'lmasa. Aravada narsalarni tashib tashladik. Qorong'i xonadan xodalarni olib chiqdik va suvda o'zimiz ham qotib qoldik. Keyin kun davomida oka nimadirlarni tushuntirdilar. Birja nima, qayerdan pul keladi, qaysi paytda bozorga kirish kerak. Xullas trading bo'yicha nimadir tushuncha oldim va shotimizni qaytarib joyiga qo'ydik. Biz bo'lsa kechga yaqin g'ishtlarni joy-joyiga taxlab qo'ydik. Kerak emas taxtalarni ham olib chiqib musorga tashlab yubordik. Bu kasb bir vaqtda o'zida eng oson va eng qiyini bo'lib chiqdi. Nech pul topganimizni ko'rishingiz mumkin.